O'zini ishini boshlash yoki birovni qo'lida ishlash. Hozirgi kunda yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, yaxshi spetsialist bo'lsangiz, birovning qo'lida ishlab, yaxshi daromad topish mumkin. Risk yo'q, hech qanaqa sarmoya kiritish kerak emas va stabil daromadingiz bo'ladi. Shunga birovning qo'lida ishlash. Dollarmi yoki tilla? Tilla, hozirgi tendensiyalar bilan yana bir bor tilla. Mani fikrim, dollar o'zini joyiga qaytadi. O'zi yaxshi ko'rgan ishni qilishmi yoki qilayotgan ishini yaxshi ko'rishmi? O'zi erkak kishining bitta ishi bor, yaxshi pul topish. Shuni tanlaydi. Gentra yoki Honji? Albatta Gentra katta bo'lgan mashinasi. Yo'q, Honjini minuslari batareykasini yo'nqisida tushib ketadi. Keyin olgan narxingizga sotamiz. Shu sababli Gentra. Sarmoya kiritishmi yoki pulni yig'ish? Sarmoya kiritish, sababi pulni ikkita funksiyasi bor. Bittasi pul sarmoya qilganingizdan keyin pul ko'payadi yoki sizga rohat olib keladi. Pulni yostiqning tagida ushlab o'tirishdan foyda yo'q. O'zini ishini ustasi va ayyor yoki ishonchli va ishida muvaffaqiyatsiz? Ishonchli va muvaffaqiyatsizni tanlagan bo'lardim. U odamni o'rgatib muvaffaqiyatli qilsa bo'ladi. Birinchi o'rinda ishonch.